milodi avvalgi 5-asr boshlarida Yunonistonga Eron hududida tashkil topgan forslar taxti sola boshladi. Fors shohi Dorobirning dastlabki kichik Osiyo shahar davlatlarini bosib oldi. Dorobir kichik Osiyo shahar davlatlarini va milodi avvalgi 490-yilda Marafon tekisligida jang bo'lib o'tdi. Bu hudud hozirgi Attika yarimoroli, Afinaning suvga chiqqan Attika yarimorolidagi Marafon tekisligida bo'lib o'tdi. Bunda forslar mag'lubiyatga uchradi. Keyin esa o'sha g'alabani Marafon tekisligidan Afinaga g'alaba yetkazishni Yunon qo'midan berdi bir askarga. U 42 kilometr Marafon tekisligidan Afinaga bo'lgan masofa 42 kilometr bo'lgan. O'sha masofani yugurib bosib o'tdi va g'alaba deya jon taslim qildi. O'sha Marafon yugurishi boshlanish bo'ladi milodi avval 490-yil. Keyin esa Dorobir milodi avval 486-yil vafot etgandan so'ng uning o'g'li Kserkis Yunon fors urushlarini qayta boshlamoqchi bo'ldi va u endi ham dengizdan ham quruqlikdan qo'shinini Yunonistonga olib kirish maqsad qildi va u hozirgi Bosfor va Dardanel bo'g'ozidan qo'shinlar o'tkazib Yunonistonga quruqlik qo'shinlarini kirgizish uchun birdan-bir shimoldan janubga o'tishga birdan-bir yo'l Fermopil darasi edi. Tog'lar orasida u hududda Leonid 300 Spartak askari bilan Sparta podshosi Leonid 300 Spartak askari bilan to'xtatishga harakat qildi va Fermopil jasorati 300 Spartak jasorati bo'ldi. Bu Yunonistonning shimol-sharqiy hududidan janubga o'tadigan yagona yo'l. Leonid 300 Spartakga yopishga harakat qildi va 300 Spartak jasorat. Keyin esa flot Kserkisning floti milodi avvalgi 480-yil Egey dengizi Afina atrofida Salamin bo'g'ozida Yunonlarning yengil kemalari, kichik yengil kemalari forslarning og'ir kemalariga qarshi Salamin bo'g'ozida, tor bo'g'ozda bo'lib o'tdi. Yunon kemalari bo'g'ozga tiqilib, burilishga qiynalib, unda Yunonlarning yengil kemalari asosida g'alabaga erishdi. Milodi avval 480-yil Salamin bo'g'ozi jangi Afina atroflarida Egey dengizida. Keyin esa milodi avval 479-yil Plateya jangi bo'ldi. Unda ham Yunonlar mag'lubiyatga uchradi va uzil-kesil Yunon fors urushlari milodi avval 449-yil tugadi. Unda to'liq Yunonlar g'alaba qozondi. Yunon fors urushlari o'zi milodi avval 490-449-yilgacha davom etdi.